shoshmang. Menga qarang. Siz meni bolalarimdan bittasini otasiz. Nima? Tushunmadim. Voy, nega hayron qolasizlar? Ha, o'g'lingizni bog'chapasiman. Dekabr oyini to'lovini qilib qo'ying bog'chasini, maylimi? Iskandar uyga bo'lsa, panjakamnikiga gaz bolani olib kelib taylab ketsin. Alla yo, alla. Men senga yo'q bo'lamanmi? Yo'qol. Kim ovqatlarni oxirgi bo'lsa, ana o'sha idish-tovoqlarni yuvib qo'yadi. Tushunlaringizmi? Xo'p. Ya, kelin, nima bet sizga bog'chami? Nima ovqating go'shi yo'q, ey? Ichuvering, ertaga bog'chaga boraman, go'shtli ovqat ertaga bo'ladi, dadasi. Ya jinnimisan, bog'chadan uyga narsa olib kelma, u birovi bolalarniki. Nima qilibdi? Biz ham birov bolasimiz-ku. Menga qarang, hamma uyga ketib bo'ldi. Siz ham kimdir olib ketadimi? Nima? 30 yildan beri hech kim olib ketgani yo'q. Bu meni uyim, kelin. Voy, oyijon, uzr, bog'cha bilan uyga adashib qo'yibman-da. Hozir muzika o'tishi bilan kim birinchi stulga o'tirib olish. Nima xol? Sansib qo'ydingmi? Ay, nima urasiz? Men emas, ukam. O'shaning uchun men senga aytganman, bolalarga lalaku tagligini taqib qo'ygan deb. Umuman namam o'tkazmaydi, juda ham sifatli, chet elligidan qolishmaydi. Eng asosiysi turshikchalisi, juda ham qulay. Dadasi, nega siqilib o'tiribsiz? Qo'ygan. Odam siqilganda-chi, dadasi, og'ir ma'noli qo'shiqlar eshitish kerak. Hozir men o'zim kayfiyatingizni ko'taraman. Ana. Voy, uzr dadasi. Mana.